Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 57. sure Hadid. Medinede nazil bo'lgan 29 oyat. Nahayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi Allohga tasbih etdi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah o'ltiralaydi, tirildiraydi. Allah har narsaga qodirdir. Allah hamma narsa yo'q vaqtdami mavjud edi. Hamma narsa yo'qolgandan keyinmi mavjuddir. Dalillar bilan oshkoridir, ko'zlarning ko'rishidan maxfidir. Allah hamma narsani bilguvchidir. Allah osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratdi. Ondan o'ziga loyiq ravishda arsh ustida qaror oldi. Allah zaminga kirib ketadigan narsalarni, zamindan chiqadigan narsalarni, osmondan tushadigan narsalarni, osmonga o'rlaydigan narsalarni bilib turadi. Sizlar qayerda bo'lsanglar, Allah sizlar bilan birga. Allah qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Hamma ish Allohga qaytariladi. Allah kechini kunduzga kirgizadi, kunduzni kechiga kirgizadi. Allah dillardagi sirlarni bilguvchidir. Allohga va uning payg'ambariga iymon keltiringlar. Allah sizlarni ega qilgan mollardan sadaqa qilinglar. Sizlardan iymon etganlar va sadaqa qilganlar cho'ng savobga ega bo'ladi. Ey kuffarlar, sizlar nimishqa Allohga iymon keltirmaysizlar? Albuki payg'ambar sizlarni Parvardigoringlarga iymon keltirishga chaqiradi. Allah sizlardan chin ahd oldi. Agar iymon keltirishni iroda qilsanglar, iymonga oldiringlar. Sizlarni kufrning qorong'uligidan iymonning nuriga chiqarish uchun Allah bandasiga ro'shan oyatlarni nozil qildi. Allah shak shubhasiz sizlarga marhamatlidir, nihoyat mehribondir. Nimishqa sizlar Allohning yo'lida pul mol sarf qilmaysizlar? Osmonlarning va zaminning merosi Allohga xosdir. Sizlardan Makka fathi qilinishdan ilgari pul mol sarf qilganlar va Rasululloh bilan birlikda turib dushmanlar bilan urushganlar, Makka fathi qilingandan keyin pul mol nafiq qilganlar va urushganlar bir-biri bilan barobar emas. Ana shularning darajasi Makka fathi qilingandan keyin nafiq qilingan va urushganlarning darajasidan cho'ngdir. Ularning har biriga Allah jannatni va'da qildi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglardan xabardordir. Kimki Allohga qarzi hasana beradi ekan, ya'ni Allohning roziligini tilab uning yo'lida pul mol sarf qiladi ekan, Allah uningga haslab qaytaradi. Uningga cho'ng savob beradi. O kunda mu'min erlarni, mu'min ayollarni ko'rsanki, ularning nuri ularning oldida va ularning o'ng tarafida ma'od. Ularga bugun sizlarga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bilan xush xabar beriladi. U yerlarda mangu qolasizlar, bu ulug' muvaffaqiyatdir deyiladi. O kunda munofiq erlar, munofiq ayollar mu'minlarga bizni kutib turinglar, sizlarning nuringlardan azroq olayli deydi. Ularga masxara yuzsidan arqanglarga qaytib nur tilanglar deyiladi. Shuning bilan ularning orasiga bir sepil soqiladi. Sepilning darvozasi bo'ladi. Darvozaning ichi tarafida rahmat, teshida azob bo'ladi. Ular mu'minlarni biz sizlar bilan birga emasmidik deb o'ylaydi. Mu'minlar shundoq, lekin sizlar o'zinglarni fitnaga soldinglar, ya'ni ko'rinishda biz bilan birga bo'lsanglarmi, lekin o'zinglarni munofiqlik bilan halok qildinglar. Mu'minlarga baloyi ofatlar kelishini kutdinglar. İslam dinidan shaklandinglar. Allohning rahmatining kengligi bo'lgan quruq orzular sizlarni oldidi. Toki sizlarga o'lim keldi, shayton sizlarni Allohning afo qiladiganligi va azob qilmaydiganligi bilan oldidi deydi. Bugun sizlardan va kofirlardan fidya ilinmaydi. Joyinglar do'zaxdir. Do'zax sizlarga eng loyiqdir. Do'zax nima degan yomon joy? Mu'minlarga ularning dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haqiqatga, ya'ni Qur'on oyatlariga eriydigan vaqt yetmadimi? Ular ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardek bo'lmasin. Ular bilan payg'ambarlarning oralig'idagi zamonning uzurishi bilan ularning dillari qetib ketdi. Ularning nurg'ini Allohning itoatidan chiquvchilardir. Bilinglarki, Allah zaminni o'lgandan keyin tirildiradi. Biz haqiqatan sizlarni tushansin deb sizlarga kamoli qudratimizni ko'rsatadigan dalillarni bayon qildik. Sadaqa berguvchi erlarga, sadaqa berguvchi ayollarga va Allohga qarzi hasana berguvchilarga, ya'ni Allohning roziligini tilab kambag'allarga sadaqa berguvchilar,
yaxshilik yo'llariga xushallik bilan pul-mol sarf qiluvchilarga hassilab savob beriladi. Ularga zo'r mukofot, ya'ni jannat beriladi. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etganlar ana shular Parvardigorning dargohida siddiqlardir, shahidlardir. Ular oxiratda savobga va nurga ega bo'ladi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar va yolg'onga chiqarganlar ana shular ahli do'zaxdir. Bilinglarki, dunyo tirikchiligi o'yindan, kishini oxiratda g'aflatda qoldiradigan mashg'ulotdan, zibo zinnatdan, o'zaro faxrlanishdan, pul-mol, farzand ko'paytib faxrlanishdan iboratdir. Bir qitim yig'ish bilan o'stirgan o'simligi dehqonlarni xursand qilgan yomg'irga o'xshaydi. Ondan o o'simlik qurib qoladi. Uning sarg'ayib qolganligini ko'rsan, ondan o yanchilgan cho'pga aylanadi. Oxirat kuffarlar uchun qattiq azob bor. Yaxshi bandalar uchun Allohning mag'firati va roziligi bor. Dunyo tirikchiligi faqat g'ofil odam oldinadigan bahramon bo'lishdir. Parvardigoringlarning mag'firatini, kengligi osmon zaminda keladigan jannatni qo'lga keltiringlar. O jannat Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etganlarga tayyorlangan. O Allohning fazlidir. Allah uni xohlagan odamga ato qiladi. Allah ulug' fazli egasidir. Yer yuzidagi barliq hodisalar va o'zinglar uchirgan musibatlar biz ularni yaratishdan burun lavhul mahfuzga yozilgan. Bu ish shubhisizki Allohga osondir. Alloh taolaning ularni lavhul mahfuzga yozishi qo'linglardan ketgan narsaga qayg'urib ketmasliginglar va Alloh bergan narsaga xushub ketmasliginglar uchundir. Allah mutakabbirlar va o'zlarini cho'ng tutganlarni do'st tutmaydi. Ular bexillik qiladigan va kishilarni bexillik qilishga buyuradiganlardir. Kimki Allohning yo'lida nafiqa qilishdan bosh tortadi ekan, Allohga hech ziyon yetkazolmaydi. Chunki Alloh behojatdir, madihiga loyiqdir. Biz haqiqatan payg'ambarlarimizni ro'shan mo'jizalar bilan avatdiq va ular bilan birga insonlar adolatni barpo qilsin deb kitobni, qonunni tushirdik. Tömürni yaratdik. Tömürden urush qurollari yasildiganlik uchun tömür kuch-quvvatni o'z ichiga olgan. Tömürde insonlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Allohni ko'rmay turib, qurollarni ishiltib Allohga va payg'ambarlarga yordam berganlarni bilish uchun tömürni yaratdi. Alloh haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Biz haqiqatan Nuhni, Ibrohimni payg'ambar qilib avatdiq. Payg'ambarlikni va kitobni ularning avlodiga ato qildik. Ulardan hidoyat topganlari bor. Ularning nurg'ini Allohning itoatidan chiquvchilardir. Ulardan keyin payg'ambarlarimizni davomli avatdiq. Orqadan Maryam o'g'li Isoni avatdiq. Uningga Injilni ato qildik. Uningga ergashganlarning dillariga shafqat va mehribonlikni soldik. Rahboniyatni, tarki dunyolikni ular o'zlari paydo qildi. Ularga uni biz bekitmadik. Ular uni faqat Allohning roziligini tilab paydo qildi. Lekin ular uningga loyiq darajada amal qilmadi. Ulardan iymon etganlarning ajrini hassilab berdik. Ulardan nurg'uni Allohning itoatidan chiquvchilardir. Ey Isoga iymon etgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Allohga va uning payg'ambari Muhammad alayhisalomga iymon etinglar. Alloh sizlarga rahmatidan ishkassi beradi. Sizlar mangdigan nurni paydo qiladi. Sizlarga mag'firat qiladi. Alloh bakmo mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Ahli kitobning Allohning fazlidan hech narsaga qodir emasligini, fazlning hammasi Allohning qo'lida bo'lib, Allohning uni xohlagan odamga beradiganligini, Allohning ulug' fazl egasi ekanligini bilish uchun Alloh shu so'zni qildi.